homiladorlikdan saqlanmagan ayol majbur bo'ladi abortga borishga. Abort bu o'lim bilan bog'liq xavf, katta xavf. Infeksiya tush xavfi, o'lim xavfi, qon ketish xavfi. Ya'ni ayol kishi sog'lom holatda raddomga boradi, abort qiladi va unda asorat bo'lishi mumkin va bundan hech kim застрахованы emas. Bu qandaydir shifokorning aybi bilan yo nimadir emas. Aynan abort shunaqa og'ir operatsiya. Tez o'tadi, lekin asorati ham ko'p. Mana shu yosh xotinlar eng ko'p abortga boradigan kontingent hisoblanadi. Ular kattalardan yashiradi, ular yashirincha abortga boradi va asoratlar mana shu aynan yoshlarda ko'p uchraydi. O'sha uchun har bir ayolga ginekologga boring, kontratseptiv usulni tanlang, abort qilmang. Mana shu qonun, bu qonun.